Andijonlik akalar bu yerda juda yaxshi biladi. Dehqon markaziy bozori hayoti davomida bir marta bo'lsa ham kelganlar emas, kelmaganlar bormi shu mana shu bozorga? Qiziq joyini aytayim. Kirishingizga mana nonlar sotiladi, qarang. Nech puldan aka non? 5000 dan aka. 5000 so'mdan mana yog'li nonlar. Mana non 25 ming ekan, katta patra. Aka necha yuz gramm yoki kilomi bu? Kilo. 2 kilo chiqadi ekan. Mosi bor 2,5 kiloligimiz, bular 30 ming so'm. 30 ming so'mdan 2,5 kilolik ekan, jigar. Ana. Maşallah. Bu necha kilolik ekan? Bu 3,5 kilolik. Ha. Puli 50 ming ekan. 50 ming ekan. Ha, yashing. Bu xaladeslar necha pul aka? Kilosi 90 ming. Kilosi 90 ming ekanda bulardan. Mo'larchi bu? Ular ham bir xil. Bu ham 90 ming, o'pkalari ham bir xil ekan. Mo salatlar qarang chiroyliligi. Necha pul opa salatlaringiz? 15 ming so'm, chinsi. Hammasi bir xilmi narxi? Yo'q, aralashmasin, bular 10 ming. Bu 10 ming, Bu ham 10 ming. bu ham 10 ming. 10 ming. 20 ming kilo. 20 ming kilosi, 15 ming 15 ming, chinsi. 20 ming. 20 ming. Bulardan 20 ming kilo. Bu ham 20 ming kilosi, 60 ming kilosi. Ha, yashing. Ziravorlarda turi bor ekan o'rtoqlar. Даже mana imbirgacha. Imbir mashi? Ziravorlarda turi bor ekan o'rtoqlar mana. Даже mana imbirgacha bor ekan. Imbir deydimi uni? Mana. Ko'rishingiz mumkin. Har xil ziravorlar aynan shu Andijondagi dehqon bozorida. Mana opalarimiz to'yga, ehsonga rosa so'rashadi shunaqa narsalar. Mayiz necha pul? 60 ming kilosi. Yong'oqchi? 70 ming. Ma pistalarchi? 150 mingdan ekan. Voy bodom. 130 ming. Qoqilarichi aka? Qoqalar 35 mingdan ekan. Qurtoplarning turi bor ekan. Har xil haligi figuradagisi, mana yurakligisi ham bor ekan hatto. Ko'rishingiz mumkin. Achchig'i ham, ranglisi ham mana shu yerda ekan. Nech puldan opa qurtoplar? 85 mingdan tollaganimizmi? Xohlaganimiz kilo 85 mingdanmi? Ha, yashang, baraka toping. Mana mollar bor. Mana tuxum 140 ming so'm, 150 ming so'm. Mana tuxumlarimiz. Shundaylar a. Opa mana qizil sabzi nech pul? 5000 kilo. Sarig'ichi? Bu ham oy. Kartoshkachi? 7000 dan ekan. O piyozchi opa? 2000 so'm. Mana guruch turi bor ekan. 1 kilo devzira guruch 60 ming. Paxtabod alanga sho'ro. Mana alanga degani 15 ming. Lazir 20 ming. Qolganlarining narxi yo'q ekan o'rtoqlar. Lekin har xili bor ekan. Mana qulupnoylar nechi pul? 280 ming kilosi. Va mandarinlarchi? 40 ming. Va kattasichi? 25 ming ekan. Uzumlarimiz 55 mingdan ekan kilosi o'rtoqlar. Mana orqadagilar 25 mingdan ekan. Hojika olmalar nechi pul? Qizili. Bular 20 18 dan beradi. 18 ming. Manachi chiroyli sariq. 2 kiloda 16 ga beradi. 16 ming. Buchi? 10 ming. 10 ming. 10 ming so'mdan. Va kivi nechi pul? Kivi 30 ming. Nokchi nok. 20 ming. Mononchi mons. Bu U ham 20 mingdan. O nima qoldi? Onorimiz qopda. 25 ming. 25 mingga. Ha, baraka toping. Manavi o'rtoqlar oq baliqda tilinmagan holati kilosi 25 ming so'm ekan. Bu esa tilingan holati ekan, bu kilosi 30 ming so'm ekan. Sazan 45 ming ekan kilosi, laqqa 35 ming ekan kilosi. Yer yong'oladi, qaranglar. Nech pul ekan hozircha bu? 45 mingdanmi? Ha, yashing. Mana qo'y go'shtimiz 160 ming so'mdan ekan. Mol go'shtimiz esa 120 ming so'mdan. Opamdan nohotini so'radim. 10 mingga 3 cho'mich ekan, manaqa cho'michda 3 ta beradi ekan. Sizlar bilan birgalikda Andijonda joylashgan dehqon bozorini ko'rsatishga harakat qildik. Bizni musofirdan kuzatib turgan barcha musofirlarga tez kunlarda Andijon ona shahriga
qaytib kelib, ota-onasini bag'rida maza qilib, qo'y go'shti bo'lgan oshlarni qolaversa, shu ko'rsatgan mashhurlar shu yerdan xarid qilib, maza qilib hamsuhbat bo'lib o'tirish nasib qilgan bo'lsa, assalomu alaykum hammaga.